Assalomu alaykum hammaga. Demak, Ma'ruf Tang'atarov 2025-yil kimyo to'plami birinchi qismi. Birinchi temasi, ya'ni birinchi mavzusi dastlabki kimyoviy tushunchalar. Agar davlat mening qo'limda bo'lganda degan, inson farzandini tuzatib bo'lmaydi degan insonni degan, ya'ni odamni tilini kesib tashlardim degan ekan Qozog'iston shoiri Abay. Birinchi so'rov. Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang debdi. Demak, atrofimizdagi shakl va hajmga ega barcha narsalarimiz bu jism hisoblanadi. Demak, A javob berdi, to'g'ri variant ekan. Tirikchilikdagi massaga ega bo'lgan materiyaning ko'rinishi deganimiz bu modda. Demak, bu qat'iy bo'ladi ekan. S'ni ko'radigan bo'lsak, moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlagan eng kichik zarracha deganimiz bu molekula. Tak, musbat zaryadlangan yadro va manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarracha deganimiz bu atom. Demak, javoblar xato ekan. Tek qana bu yerda variant A variant to'g'ri ekan. Ikkinchi so'rovi, nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang debdi. Modda bu atrofimizdagi shakl va hajmga ega barcha zarrachalar. Bular jismlar hisoblanadi. A variant xato. B variant tirikchilikdagi massaga ega bo'lgan materiyaning ko'rinishi deganimiz bu modda. Moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlaydigan eng kichik bo'lakcha bu molekula. C variant xato hisoblanadi ekan. D variant musbat zaryadlangan yadro va manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarracha deganimiz bu atom. Demak, javob B variant bo'ladi ekan bu yerda. Demak, 3-chi so'rovi. Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang debdi. Molekula bu atrofimizda shakl va hajmga ega barcha zarrachalar deganimiz bu jism. Tirikchilikdagi massaga ega bo'lgan materiyaning ko'rinishi bu modda. Moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlagan eng kichik zarracha. Mana. Demak, bu molekula. Musbat zaryadlangan yadro va manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarracha deganimiz bu atom. Demak, javob C variant bo'lar ekan. 4-chi so'rov. Aytayotibdi bizlarga nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlashimiz kerak ekan. Atom bu atrofimizda shakli va hajmga ega barcha zarrachalar bular jism. Tirikchilikdagi massaga ega bo'lgan materiyaning ko'rinishi bu modda. Moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlagan eng kichik zarracha bu molekula. Musbat zaryadlangan yadro va manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarracha degan, demak bu atom. Javob D bo'ladi ekan. Demak, 2-chi so'rovi, nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang. Murakkab moddalar bu bir xil elementar atomlardan tashkil topgan moddalar, bu oddiy moddalar, ya'ni apvai zatlar deb ataladi. Murakkab moddalar deb har xil element atomidan tashkil topgan moddalar, ya'ni har xil zatlardan iborat, har xil elementlardan iborat bo'ladi. Misol uchun keltirsak bo'ladi bizlar suv H2O bu murakkab modda. Masalan, sulfat kislota H2O H2SO4 desak, bu murakkab modda. Agar bizlarga vodorod, kislorod, yoki temir berilgan bo'lsa, bular oddiy moddalar bo'lib hisoblanadi. Murakkab moddalar deganimiz ko'p atomli bo'lishi kerak. Endi ko'p atom deganimiz ham sal nima bir necha turli elementlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Misol uchun suvga e'tibor beradigan bo'lsak, hamma biladigan narsa va 2 atom vodorod ham 1 atom kisloroddan tashkil topgan. Demak, javob bu bo'lar ekan. Demak, 3-chi so'rovi aytib turibdi bizlarga
nuqtalar o'rniga mos keladigan javob topishimiz kerak. Sof modda bu bir xil element atomlardan tashkil topgan moddalar. Bu oddiy moddalar deb ataladi. Har xil element atomlardan tashkil topgan moddalar. Bu murakkab moddalarga tegishli. Tarkib xossalari butun hajmi bo'yicha bir xil bo'lgan moddalar. Demak, bu to'g'ri variant. Tarkib va xossalari butun hajmi bo'yicha har xil bo'lgan moddalar deganimiz bu aralashmalarga kiradi. Demak, javob bu yerda C variant bo'ladi ekan. Aralashmalar bu delingan 24-so'rovda. Bir xil element atomlardan tashkil topgan moddalar bu oddiy moddalar, har xil elementlar atomlardan tashkil topgan moddalar bu murakkab moddalar. Tarkib va xossalari butun hajm bo'yicha bir xil bo'lgan moddalar bu sof moddalar. Aralashmalar tarkib va xossalari butun hajm bo'yicha har xil moddadan iborat bo'ladi. Demak, har xil bo'ladi. Javob D bo'ladi. Demak, 3-so'rovi atrofimizdagi shakl va hajmga ega bo'lgan barcha zarrachalar nima deyiladi? Bular jism deyiladi. Demak, 3-so'rovi tinch holatda massaga ega bo'lgan materiyaning bo'lagiga nima deyiladi dedi. Bu modda deyiladi deymiz. Demak, moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlaydigan eng kichik zarracha nima deyiladi delingan. Demak, molekula deyiladi deymiz kerak. Musbat zaryadlangan yadro va manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarracha nima deyiladi desa, atom deyiladi deb belgilaymiz kerak. Demak, 4-so'rovi qaysi javobda jism berilgan deydi. Kolba, osh tuzi, suv, temir delingan ekan. Demak, A variantda jism berilgan kolba. Osh tuzi, suv, temir deganlarimiz moddalar. Demak, 4-so'rovi qaysi javobda delingan jism berilgan deb so'ralgan. Mis, mix, bronza, oltin deb ketilgan ekan. Demak, jismda shakl bilan hajm bo'lishi kerak. Tak, javob B bo'ladi, mix bo'ladi. Quyidagilardan qaysi biri kimyoviy sof modda degan qirov, qor, muz, suv delingan. Demak, boshqalar aralashmalar bo'lishi mumkin, biroq suv sof modda ekan aytilgan. Quyidagilardan qaysi biri kimyoviy sof modda deydi. Tuman, ozon, bronza, tutun. Demak, ozon bo'lishi kerak bu yerda. Qaysi javobda kimyoviy modda formulasi berilgan deydi. Bron, vodorod, yod, neon berilgan. Endi kimyoviy formulasi deganda inert gazlar belgilaymiz kerak bo'ladi. Inert gazlar birikmalarda paydo etmaydi. Boshqa elementlar bilan sabablar neon, argon degan javoblarni belgilab ketsak bo'ladi. To'g'ri bo'ladi sizda. Inert gazlarni belgilaymizda bunday so'rovlar bo'ladi bo'lsa. Demak, 7-so'rovi quyidagilardan qaysi biri gidrogen aralashma deydi. Aroq, tuman, tuzli suv, shakarli suv. Gidrogen aralashma. Demak, bu yerda tuman bo'lishi kerak. Quyidagilardan qaysi biri gomogen aralashma deydi. Demak, bu yerda sut, havo, loyqan suv, temir va mis aralashmasi gidrogen bular. Demak, havo bo'ladi ekan. Quyidagilarning qaysi biri to'g'ri ma'noni anglatadi deydi. Shimol atomi, suv molekulasi, sut atomi, sirka atomi. Demak, bular molekula bo'lishi kerak. Atom deganlar xat ekanda bu. Demak, javob bu bo'ladi ekan bunda. Quyidagilarning qaysi biri to'g'ri ma'noni anglatadi deydi. Shimol atomi, ozon molekulasi, havo molekulasi, sirka atomi. Ozon molekulasi deganni belgilaymiz kerak. Demak, 9-so'rovi aytayotibdi bizlarga qaysi qatorda deydi. Faqat kimyoviy elementlar berilgan. Endi A variantda bor, kaliy,
qog'osim berilgan ekan. Qog'osim bor deganlarimiz yana bor degan joyi sal to'g'ri kelmaydi. Bu variantda bronza degan joyimiz to'g'ri kelmaydi. Fosfor, uglerod, tantal deydi. Javob C bo'ladi ekan. Suv, osh tuzi, bular molekula вообще. Qaysi qatorda faqat kimyoviy elementlar berilgan deydi. Oltin, kumush, bronza. Bronza degan joy xato. Fosfor, uglerod, metan. Metan xato. Metan deb berib ketgan xato. Bor, kaliy, qog'oz. Endi qo'rg'asin deganlarimiz haqida nega belgilamaydi? Bor degan turibdi deb o'ylashimiz mumkin. Qo'rg'asin bu atom jag'dayında uchrashi mumkin-da, faqat kimyoviy element deb qaralgan. Endi bu yerda elementlar keltirilgan. Qarab kerak xolos variantni. Onun birinchi so'rovi sariq qon tuzi formulasida nechta atom bor deb so'ragan. Demak, qaraymiz. Niki kaliydan 4 atom bor ekan. 4 plus temirdan 1 atom bor. 1 atom plus ugleroddan 6 atom bor ekan, uglerod plus azotdan 6 azot bor ekan. Demak, hisoblab chiqamiz endi. 6 ga 6 qo'shsak 12, 1 ga qo'shsak 13. Demak, 4 ga qo'shsak 17 atom bo'ladi ekan. Demak, javob C bo'ladi bu yerda. Keyingisi qizil qon tuzi formulasida nechta atom bor deb so'ragan. Buni sutamiz. Demak, kaliyda 3 atom bor ekan, plus desak. Temirning 1 atomi bor, ko'rdik biz. Uglerod 6 atom uglerod bor ekan, plus tag'ida 6 atom azot bor ekan. 6 6 12, 13, 14, 15, 16 degan javob bo'ladi ekan. Demak, javob bu yerda bu variant bo'ladi ekan. Demak, 11ning ikkinchi so'rovi. Oltin nimaga misol bo'la oladi? Molekula, sof modda, birikma, aralashma. Demak, sof moddaga misol bo'la oladi. Oddiy moddalar nechiga bo'linadi deydi. O'zi moddalar, ya'ni zatlar tasdiqdan yerga. Modda ikkiga bo'linadi. Moddalar anorganik moddalar bo'ladi. Anorganik moddalar bo'ladi, ham organik moddalar bo'ladi. Ya'ni uglerod. Отдельный dunyosi bu. Anorganik moddalar ikkiga bo'linadi. Demak, oddiy moddalar, ya'ni apovoy zatlar, oddiy va murakkab bo'lib, ham quramali deb aytadi. Qaralmoqcha. Demak, oddiy moddalarimiz ikkiga bo'linadi. Ular metallar, ham metal emaslar bor. Metallar ham metal emaslar bor. Oddiy moddalar ikkiga bo'linadi. Endi murakkab moddalar murakkab moddalarimiz bo'linadi. Ularga oksidlar, asoslar, kislotalar, ham tuzlar kiradi.
Demak, murakkab moddalarimiz 4 ga bo'linadi ekan, oddiy moddalarimiz 2 ga bo'linadi ekan. Quyidagilarning qaysi biri metall deydi? Astat, tellur, bismut, bor deydi. Demak, bu yerda bismutimiz metall hisoblanadi. Quyidagilarning qaysi biri metall emas deydi? Germaniy, astat, kaliy, poloniy. Demak, astat deganimiz metall emas hisoblanadi. Demak, 14-so'rov moddaga tegishli bo'lgan fizik xossalarni aniqlang debdi. Zichlик. Demak, bu moddaga tegishli. Yadro zaryadi. Yadro zaryadi bu atomga tegishli. Elektron qavatlar. Bu elementga emas, atomga tegishli deymiz. Qaynash va suyuqlanish temperaturalari bu moddaga tegishli. Izotop. Bular atomga tegishli desak bo'ladi. Rang bu moddaga tegishli. Atom massa atomga tegishli. Agregat holat bu moddaga tegishli desak 1 4 6 8 bora. Demak, javob A bo'ladi ekan. Qaysi javobdagi oddiy moddalarning formulasi to'g'ri yozilgan deydi? Demak, bu yoqqa C variantda murakkab moddalar keltirilgan ekan. A variantda vodorod atom jag'dayinda yozilgan, kislorod ekova, demak shu xato. Bu variantda vodorod, azon, xlor berilgan, xlor berdi. Tak, D variant qarab ko'rsak. D variantda argon, yod. Argon endi shunday yoziladi. Yod biroq xato yozilgan ekan, yod. Demak, javob bu bo'ladi ekan. Demak, 17-so'rov. Jism va modda berilgan qatorda ko'rsating debdi. Kolba va temir, proverka va spirt lampasi, suv va tuman, mis va alyuminiy. Jism va modda. Demak, A variantda jism kolba, modda temir berilgan ekan. C variantda almasib ketgan. Bu variantda ikkovida jism, D variantda ikkovida modda. Demak, modda berilgan, jism berilgan. Bu yoqqa modda berilgan, bu yoqqa almasib ketgan ekan. Demak, 18-si quyidagilarning qaysi biri sof modda deydi? Sut, aralash modda, sifat kislota eritmasi bilan aralash, atir bilan aralashtirilgan destillangan suv bo'lsa, bu sof bo'ladi. Demak, 19-so'rov quyidagilarning qaysilaridan gomogen aralashma olish mumkin deydi? Pista yog'i va suv deydi. Pista yog'i va suv budan gomogen aloq qiynov. Demak, bir xato desak bo'ladi. Oshxona sirkasi, uksus, suv. Demak, budan asa bo'ladi. Qum va shakar. Budan ala olmaysan. Shakar va suv. Budan alg'a bo'ladi. Demak, javob D variant bo'ladi ekan. Quyidagilarning qaysilari gomogen aralashma olish mumkin deb so'ragan. Bu qayta so'ralgan so'rov edi. Javob 2 bilan 4 da. Ya'ni shakarli suv bilan oshxona sirkasi uksusdan alg'a bo'ladi. Demak, 20-so'rov yagona sof moddadan deydi, hosil bo'lgan jismni aniqlang deydi. Avtomobil bu bir necha moddalardan bo'ladi. Yagona sof modda kira olmaydi, televizor ham yagona bo'la olmaydi, mis, temir, har xil zotlar bo'ladi bunda. Demak, mis sima degan bu sof moddadan iborat jism hisoblanadi. Yog'och, qoshiq. Bunda da baribir aralashma bo'lishi kerak. Loyqa suvini qaysi usullar yordamida ajratish mumkin? Filtr qog'oz,
kiradi, distillash kiradi, tindirish kiradi, magnit yordamida kirmaydi. Demak 1, 2, 3 A varianti to'liq emas, B varianti to'liq ekan.